Bugungi mavzu juda muhim. Pensionerlar uchun yangi cheklovlar va nazorat tartiblari kuchaymoqda va bu masala faqat pensionerning o'ziga emas, uning farzandlari, nabiralari, vasiylari, bank kartasidan foydalanib berayotgan yaqinlariga ham bevosita tegishli. Men bugun sizga nima o'zgargani, kimlar xavotir olishi kerakligi, kimlar esa bemalol yurishi mumkinligi, qaysi holatda pensiya vaqtincha to'xtashi yoki kamayishi mumkinligi haqida oddiy tilda tushuntirib beraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato ham oyma-oy kelayotgan pensiya to'lovini kechiktirib qo'yishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avval ko'pchilik pensionerlar pensiya masalasiga juda oddiy qarardi. Pensiya tayinlandi, har oy karta yoki pochta orqali pul keladi bo'ldi. Kimdir bank kartasini o'g'liga berib qo'ygan, kimdir pensiyasini pochta orqali olgan. Kimdir esa umuman hujjatlarni yangilash kerakligini bilmagan. Amalda ayrim holatlarda pensioner vafot etgan bo'lsa ham, uning kartasidan pul yechib olingan holatlar uchragan. Ayrimlar doimiy yashash joyini o'zgartirgan, lekin pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. Yana kimdir nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa-da, sharoiti o'zgarganini bildirmagan. Hozir esa asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensiya to'lovlarida avtomatlashtirilgan nazorat kuchaymoqda. Ya'ni ma'lumotlar faqat pensionerning og'zaki gapiga qarab emas, elektron bazalar orqali tekshiriladi. Fuqarolik holati, yashash manzili, bank hisoblari, ishga joylashish holati, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, chet elga chiqish muddati, ishonchnoma orqali pul olish holati kabi ma'lumotlar o'zaro solishtirilishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Agar ma'lumotlarda nomuvofiqlik bo'lsa, pensiya to'lovi darhol butunlay bekor qilinmaydi, lekin vaqtincha ushlab turilishi, aniqlashtirish talab qilinishi yoki ortiqcha to'langan summa qaytarilishi so'ralishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, kim qonuniy pensiyasini olayotgan bo'lsa, hujjatlar joyida bo'lsa, u xavotir olmasligi kerak. Lekin e'tiborsizlik keyin qilaman. Hech kim tekshirmaydi. Kartani bolam ishlatib tursin degan yondashuv endi xavfliroq bo'lib qolyapti. Chunki tekshiruvlar ko'proq elektron tarzda bo'ladi va tizimda xato yoki nomuvofiqlik ko'rinsa, sizdan izoh talab qilinadi. Birinchi cheklov yoki nazorat yo'nalishi shaxsni tasdiqlash va pensionerning tirikligini aniqlash masalasi. Bu ayniqsa pensiyani boshqa odam orqali olayotganlar uchun muhim. Agar pensionerning o'zi bankka, pochta bo'limiga yoki tegishli tashkilotga uzoq vaqt bormasa, pul doim boshqa odam tomonidan olinayotgan bo'lsa, tizim savol berishi mumkin. Pensionerning o'zi haqiqatan ham tirikmi? Sog'lig'i qanday? U pulni olishga rozimi? Masalan, 7-8 yoshli otaxon o'g'liga kartasini berib qo'ygan. O'g'li har oy 1.200.000 so'm pensiyani yechib, uy xarajatlariga ishlatadi. Agar otaxon rostdan ham shu uyda yashayotgan, hammasi rozilik bilan bo'layotgan bo'lsa, muammo yo'q. Lekin karta faqat o'g'ilda, otaxonning o'zi bank xizmatlaridan umuman foydalanmaydi. Manzili boshqa joyda ko'rinadi. Tibbiy yoki fuqarolik bazasida ham nomuvofiqlik chiqsa, tekshiruv bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma, vasiylik hujjati yoki pensionerning shaxsiy roziligi muhim. Ikkinchi yo'nalish yashash joyi va ro'yxatdan o'tish ma'lumotlari. Agar pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chsa, avvalgi manzilda ro'yxatda qolib ketsa yoki vaqtincha boshqa viloyatda yashasa, pensiya to'lov bo'yicha ma'lumotlarni yangilash kerak bo'lishi mumkin. Misol uchun, ayol kishi Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin 2 yildan beri Samarqandda qizining uyida yashaydi. Pensiya kartaga tushib turibdi, lekin tibbiy tekshiruv, ijtimoiy yordam, subsidiya yoki boshqa imtiyozlar bo'yicha hujjatlar tekshirilganda. Yashash joyi masalasida savollar paydo bo'ladi. Bu holatda eng to'g'ri yo'l yashayotgan joydagi mahalla pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumotlarni aniqlashtirish. Uchinchi yo'nalish. Ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Qorovul bo'ladi, farrosh bo'ladi, ustachilik qiladi, savdo qiladi, o'qituvchilikni davom ettiradi. Bunda hammasi noqonuniy degani emas. Pensiya yoshiga yetgan odam ishlashi mumkin. Lekin ayrim turdagi pensiya yoki nafaqalarda ishga joylashish to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, nogironlik bilan bog'liq to'lovlar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha ayrim to'lovlar, ijtimoiy nafaqalar yoki daromad mezoni asosida beriladigan yordamlar bor.
Agar odam rasman ishga kirsa, daromadi oshsa, avval olgan ijtimoiy yordam turi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 65 yoshli erkak oddiy yoshga doir pensiya oladi va qo'shimcha ravishda xususiy korxonada qorovul bo'lib ishlaydi. Bunda uning yoshga doir pensiyasi odatda faqat ishlagani uchun to'xtab qolmaydi. Lekin u kam ta'minlanganlik asosida qo'shimcha yordam olayotgan bo'lsa, ish haqi hisobga olinishi mumkin. 4-yo'nalish. Bank kartalari va plastik hisoblar bo'yicha nazorat. Pensiya bank kartasiga tushsa, karta egasi pensionerning o'zi hisoblanadi. Uni boshqa odamga butunlay topshirib qo'yish xavfli. Nega? Chunki karta orqali katta miqdorda pul o'tkazmalari, qarzlar, kredit to'lovlari, noma'lum xarajatlar amalga oshirilsa, keyinchalik pensioner men bilmaganman desa ham bank operatsiyasi karta egasi nomidan o'tgan bo'ladi. Masalan, buvining kartasiga har oy 900 ming so'm pensiya tushadi. Nabirasi kartadan onlayn savdo qiladi, kredit to'laydi, boshqa odamlarga pul o'tkazadi. Bir kuni karta bloklanadi yoki shubhali operatsiya bo'yicha tekshiruv bo'ladi. Buvining o'zi esa parolni ham bilmaydi. Bu vaziyatda muammo faqat pensiya bilan emas, bank xavfsizligi bilan ham bog'lanadi. Shuning uchun karta pensionerning nomida bo'lsa, PIN kod, SMS kod, mobil ilova begona odam qo'lida nazoratsiz bo'lmasligi kerak. 5-yo'nalish ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa, chet elda bo'lsa yoki boshqa sabab bilan o'zi bora olmasa, yaqiniga ishonchnoma berishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati, notarial tasdiqlanishi, vakilning vakolati aniq bo'lishi kerak. Otam menga ruxsat bergan, onam rozilar. Hamma biladi-ku degan gap huquqiy hujjat o'rnini bosmaydi. Misol uchun, 2 yoshli onaxon o'g'liga pensiyani olish uchun 1 yilga ishonchnoma berdi. 1 yil tugagach, o'g'il eski hujjat bilan davom etmoqchi bo'lsa, bank yoki pochta rad etishi mumkin. Bu cheklov emas, bu himoya chorasi. Chunki pensionerning puli uning roziligisiz olinmasligi kerak. 6-yo'nalish chet elga chiqib ketgan pensionerlar. Bu juda nozik masala. Kimdir davolanish uchun Turkiyaga ketadi. Kimdir farzandining oldiga Rossiya yoki Qozog'istonga boradi. Kimdir yarim yil, 1 yil tashqarida yuradi. Bunday holatda pensiya to'lovi bo'yicha tartiblar mamlakat qonunchiligiga, yashash muddatiga, fuqarolik va ro'yxat holatiga bog'liq bo'ladi. Agar pensioner doimiy yashash uchun chet elga ko'chib ketsa, bu haqda tegishli organlarga xabar berish kerak. Agar vaqtincha safarga chiqsa, odatda muammo bo'lmasligi mumkin, lekin uzoq muddatli bo'lsa, tiriklikni tasdiqlash, manzilni aniqlashtirish yoki to'lov usulini qayta rasmiylashtirish talab qilinishi ehtimoli bor. Pensioner 10 oy Rossiyada farzandinikida yashadi, pensiya kartaga tushib turdi. Agar tizimda uzoq muddat chegaradan chiqish qayd etilgan bo'lsa, keyin aniqlashtirish so'ralishi mumkin. U doimiy ko'chib ketganmi yoki vaqtincha borganmi? Shuning uchun hujjatlarni tartibli tutish zarur. 7-yo'nalish nogironlik pensiyasi va tibbiy qayta ko'rik. Nogironlik bo'yicha pensiya olayotganlar uchun asosiy shartlardan biri tibbiy xulosa va nogironlik muddati. Ayrim nogironlik muddatsiz belgilanadi, ayrimlari esa ma'lum muddatga beriladi. Agar qayta ko'rik muddati kelib, fuqaro tibbiy komissiyadan o'tmasa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu holat ko'p uchraydi. Odam o'ylaydi, men bir marta nogironlik olganman, demak doim tushaveradi. Lekin hujjatda muddat bo'lsa, o'sha muddat tugagach, tizim avtomatik ravishda savol beradi. Masalan, 3 guruh nogironligi 1 yilga berilgan. 1 yil o'tdi, komissiyaga borilmadi. Keyingi oy pensiya tushmay qolishi mumkin. Keyin odam yugurib hujjat to'playdi, vaqt ketadi, asab ketadi. Shu sababli muddatni oldindan tekshirib qo'yish kerak. 8-yo'nalish boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu to'lov ham aniq shartlarga bog'liq. Bolaning yoshi, o'qishi, mehnatga layoqatsizlik holati, oilaviy sharoitlar hisobga olinadi. Masalan, farzand 19 yoshga to'ldi, keyin oliy ta'limda kunduzgi o'qishda davom etsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish to'g'risidagi ma'lumot taqdim etilmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Yoki bola o'qishni tashladi, lekin oila bu haqda xabar bermadi. Keyinchalik ortiqcha to'langan pullar qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu yerda ham asosiy muammo aldashda emas, ko'pincha bexabarlikda bo'ladi. Lekin qonunda bilmagan edim har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. 9-yo'nalish ortiqcha to'lovlarni qaytarish. Agar pensiya noto'g'ri hujjat, yashirilgan ma'lumot yoki kech xabar berilgan holat sabab ortiqcha to'langan bo'lsa,
davlat ortiqcha summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Ba'zida bu summa birdaniga katta ko'rinadi. Masalan, fuqaro tekis oy davomida huquqi bo'lmagan qo'shimcha nafaqani olgan. Har oy 500 ming so'mdan bo'lsa, jami 4 million so'm chiqadi. Keyin bu pulni birdan qaytarish og'ir bo'ladi. Ayrim hollarda kelgusi to'lovlardan bosqichma-bosqich ushlab qolinadi. Shuning uchun o'zgarish bo'ldi degani darhol xabar berish kerak. Ishga kirdingizmi? Manzil o'zgardimi? Bola o'qishni to'xtatdimi? Nogironlik muddati tugadimi? Chet elga doimiy ketdingizmi? Bularning hammasi muhim. Endi ko'pchilik adashadigan nuqtalarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Har qanday tekshiruv pensiyani bekor qilish degani emas. Ba'zan odamga SMS keladi, bankdan qo'ng'iroq bo'ladi, pensiya jamg'armasiga kelish so'raladi. Odam darhol vahimaga tushadi. Pensiyamni olib qo'yishar ekan. Yo'q, ko'pincha bu faqat ma'lumotni aniqlashtirish bo'ladi. Siz pasport yoki ID karta, pensiya hujjatlari, bank kartasi, ishonchnoma yoki kerakli ma'lumotni olib borsangiz, masala hal bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat. Pensionerning farzandi pulni olib berishi mumkin. Lekin hujjatsiz doimiy boshqarishi xavfli. Agar ona yura olmaydi, o'g'il esa har oy dorisini olib beradi, kommunal to'lovlarni to'laydi, oziq-ovqat oladi. Bu insoniy jihatdan tushunarli. Lekin huquqiy tomondan bunday holat tartibga solingan bo'lishi kerak. Eng to'g'ri yo'l notarial ishonchnoma. Agar pensioner muomalaga layoqatsiz bo'lsa, vasiylik yoki homiylik bo'yicha rasmiy hujjatlar. Chunki oilada kelishmovchilik chiqsa, boshqa farzand pensiyani o'zi uchun ishlatgan deb da'vo qilishi mumkin. Hujjat bo'lsa, hamma narsa aniq bo'ladi. Uchinchi nozik jihat kredit va qarzdorlik. Pensionerning bank kartasiga pensiya tushadi, lekin uning kredit qarzi, aliment, sud ijrosi yoki boshqa majburiy to'lovlari bo'lsa, ayrim hollarda puldan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Odam buni pensiyamni kesishdi deb tushunadi. Aslida bu pensiya bekor bo'lgani emas, ijro hujjati asosida undirish bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner 5 million so'm kredit olgan, vaqtida to'lamagan. Bank yoki sud ijrochisi qaroriga ko'ra ma'lum qismi ushlab qolinadi. Bu holatda pensiya jamg'armasiga emas, avvalo banka yoki majburiy ijro byurosiga murojaat qilish kerak. 4-nozik jihat. Ijtimoiy yordam va pensiya bir xil narsa emas. Yoshga doir pensiya mehnat staji va qonuniy huquq asosida tayinlanadi. Ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordam esa ehtiyoj, daromad, oilaviy holat, mahalla xulosasi kabi mezonlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir odam pensiyasini olishda davom etadi, lekin qo'shimcha yordamdan chiqib ketishi mumkin. Bunga sabab yangi cheklov emas, daromad yoki shartlarning o'zgarishi bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat. Hujjatdagi ism familiya xatolari juda oddiy ko'rinadi, lekin katta muammo tug'diradi. Pasportda Gulbahor, pensiya hujjati Gulbahor, bankda esa boshqacha yozilgan bo'lsa, tizim avtomatik moslashtirishda xato ko'rishi mumkin. Ayniqsa eski hujjatlardan yangi ID kartaga o'tganda, familiya o'zgarganda, nikoh yoki ajrimdan keyin hujjatlar yangilanganda barcha bazalarda ma'lumot bir xil bo'lishi kerak. Agar ismda bitta harf farq qilsa ham, to'lov kechikishi ehtimoli bor. 6-nozik jihat vafot etgan pensionerning pensiyasini yechib olish. Bu eng xavfli holatlardan biri. Ba'zi oilalar dafn xarajatlari bor edi, baribir otamizning puli edi deb vafotdan keyin kartaga tushgan summani yechib oladi. Lekin qonuniy tartib bor. Vafot etganlik qayd etiladi. Keyingi to'lovlar to'xtatiladi. Ayrim hollarda olinmay qolgan pensiya yoki dafn puli bo'yicha alohida tartibda murojaat qilinadi. Vafotdan keyingi noqonuniy yechimlar keyinchalik qaytarilishi talab qilinishi, hatto nizoli holatga aylanishi mumkin. Shuning uchun yaqin inson vafot etsa, avvalo fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organida o'lim guvohnomasini rasmiylashtirish, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. 7-nozik jihat. Men telefon ishlatmayman degan bahona endi hamma joyda yordam bermaydi. Ko'p xizmatlar elektronlashyapti. SMS xabarlar, bank ilovalari, My.Gov.uz davlat xizmatlari markazlari orqali tekshiruvlar ko'paymoqda. Agar pensioner telefon ishlatmasa, farzandlari yordam berish kerak, lekin nazorat bilan. Telefon raqami pensionerning o'z nomida bo'lsa yaxshi. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, SMS kodlar boshqa qo'lga tushadi. Bu esa bank xavfsizligi uchun muammo. Endi eng muhim qism, siz amalda nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport amal qilish muddati, familiya, ism, tug'ilgan sana,
JSHR raqami, ro'yxat manzili to'g'riligini ko'ring. Agar eski pasport bo'lsa, yangilash muddati kelgan bo'lsa, kechiktirmang. Hujjat muddati o'tgan bo'lsa, bank operatsiyalari, davlat xizmatlari va pensiya bo'yicha ayrim amallar qiyinlashadi. Ikkinchi qadam, pensiya turini aniq biling. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bu juda muhim. Chunki har birining sharti boshqacha. Agar o'zingiz bilmasangiz, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki yaqinlaringizdan biri bilan aniqlashtiring. Menga pul tushadi degan umumiy gap yetarli emas. Qaysi asosda tushayotganini bilish kerak. Uchinchi qadam, bank kartangizni himoya qiling. PIN kodni hammaga aytmang. Mobil ilova parolini nazoratsiz bermang. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa ham, har oy qancha pul tushdi, qancha yechildi, nimaga sarflandi, buni bilib turing. Agar yura olmasangiz, ishonchli vakil tayinlang, lekin ishonchnoma rasmiy bo'lsin. Bank kartangizdan boshqa odam kredit onlayn o'yin, noma'lum to'lovlar uchun foydalanmasin. To'rtinchi qadam, agar pensioner yura olmasa, oldindan rasmiylashtiring. Notariusga murojaat qilib, ishonchnoma qiling. Agar pensionerning sog'lig'i juda og'ir bo'lsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatlarini so'rang. Agar inson muomalaga layoqatsiz deb topilishi kerak bo'lgan holat bo'lsa, vasiylik organlariga murojaat qiling. Bu noqulay tuyulishi mumkin, lekin keyinchalik katta mojarolarning oldini oladi. 5-qadam. Nogironlik muddati bo'lsa, kalendarga yozib qo'ying. Qayta ko'rik sanasidan 1 oy oldin tayyorgarlikni boshlang. Tibbiy kartalar, shifokor xulosalari, analizlar, oldingi komissiya hujjatlari, dori-darmon bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Ertaga boraman deb oxirgi kunga qoldirmang. Agar to'lov to'xtab qolsa, keyin uni tiklash uchun vaqt ketadi. 6-qadam. Manzil o'zgarsa, xabar bering. Boshqa viloyatga ko'changiz, doimiy yoki vaqtincha ro'yxat masalasini hal qiling. Mahalla tuman hokimligi, davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasidan qaysi hujjat kerakligini so'rang. Ayniqsa, pochta orqali pensiya oladiganlar uchun manzil masalasi juda muhim. 7-qadam. Chet elga uzoq muddat ketayotgan bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Tuman pensiya jamg'armasiga borib, men falon muddatga chet elga ketyapman, pensiyam bo'yicha nima qilishim kerak deb yozma yoki og'zaki ma'lumot oling. Hujjat nusxalarini saqlang. Agar doimiy yashash uchun ketayotgan bo'lsangiz, tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Vaqtincha davolanish yoki mehmondorchilikka ketish boshqa masala. 8-qadam. O'qiyotgan farzand bo'yicha to'lov bo'lsa, ma'lumotnomani yangilang. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa bog'liq to'lovlarda o'qish holati muhim bo'lsa, o'quv yurtidan ma'lumotnoma oling. O'qish shahri kursi muddati kunduzgi yoki sirtqi ekanligi aniq yozilgan bo'lishi kerak. O'qishni tashlasa yoki akademik ta'til olsa, bu holatni yashirmang. 9-qadam. To'lov kamaygan yoki tushmay qolgan bo'lsa, darhol aniqlang. Birinchi kuniyoq vahima qilmasdan bankdan hisob harakatini oling. Pul tushmaganmi yoki tushib ushlab qolinganmi, shuni ajrating. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar qarzdorlik bo'yicha ushlab qolingan bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki bankdan ma'lumot oling. Har bir idoraning vazifasi boshqa. Shuning uchun to'g'ri eshikni taqillatish kerak. 10-qadam. Murojaatni yozma qiling. Agar muammo hal bo'lmasa, iltimos. Pensiya to'lovim nima sababdan to'xtatilganini yoki kamayganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Arizada ism, familiya, pasport yoki ID ma'lumotlari, telefon raqami, manzil, pensiya turi, muammo sanasi ko'rsatiladi. Arizaning nusxasini o'zingizda qoldiring. Qabul qilinganligi haqida belgi yoki ro'yxat raqamini oling. Bu keyingi bosqichlarda sizga yordam beradi. Odatda quyidagi hujjatlar foydali bo'ladi. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi yoki notarial tasdiqlangan nusxasi. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, o'lim guvohnomasi kerak bo'lgan holatlarda tegishli hujjat, qarzdorlik bo'lsa sud yoki ijro hujjatlari. Har bir vaziyatda ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy qoida bitta. Og'zaki gapga emas, hujjatga tayaning. Men alohida ta'kidlayman, hujjatlarni birovga berib yuborishda ehtiyot bo'ling. Pasport nusxasi, bank karta ma'lumotlari, SMS kodlar, elektron imzo kalitlari firibgarlar qo'lga tushsa, pensioner nomidan kredit olish
pul yechish yoki soxta ariza berish holatlari bo'lishi mumkin. Hech qachon telefon orqali kelgan notanish odamga SMS kodini aytmang. Pensiyangiz oshadi, kodni ayting. Kartangiz bloklanadi. Parolni yuboring degan qo'ng'iroqlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Davlat idorasi ham, bank ham sizdan telefon orqali maxfiy kodni so'ramasligi kerak. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pensiya turi aniq bo'lsa, manzilingiz to'g'ri bo'lsa, kartangizni o'zingiz nazorat qilsangiz, nogironlik yoki boshqa muddatli hujjatlaringiz vaqtida yangilangan bo'lsa, qonuniy ishlayotgan bo'lsangiz va zarur o'zgarishlar haqida xabar berib borsangiz, katta xavotirga hojat yo'q. Yangi nazoratlar asosan tartibsizlik, yashirilgan ma'lumot, muddati o'tgan hujjat, shubhali bank operatsiyasi, vafotdan keyin noqonuniy yechim, noto'g'ri tayinlangan to'lov kabi holatlarni aniqlashga qaratilgan. Lekin kimlar albatta tekshirish kerak? Pensiyasini boshqa odam olayotganlar, chet elda uzoq yurganlar, nogironlik muddati tugash arafasida bo'lganlar, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi olayotgan oilalar, yaqinda ishga kirgan pensionerlar, manzilini o'zgartirganlar, bank kartasini farzand yoki nabiraga berib qo'yganlar, sud qarzi yoki kredit muammosi borlar. Mana shu toifadagilar bu gunoh hujjatlarini ko'rib chiqsa, keyingi oyda muammo chiqishining oldi olinadi. Demak, pensionerlar uchun yangi cheklovlar deganda eng avvalo pensiya to'lovlari ustidan nazorat kuchayishi, hujjatlarning mosligi tekshirilishi, ishonchnoma, yashash joyi, bank kartasi, nogironlik muddati, chet elda bo'lish, qarzdorlik va ijtimoiy yordam shartlari bo'yicha aniqlik talab qilinishi tushuniladi. Qonuniy pensiyasini olayotgan hujjatlar tartibli odam vahimaga tushmasin. Ammo e'tiborsizlik qilgan odam pensiya kechikishi, vaqtincha to'xtashi yoki ortiqcha to'lovni qaytarish talabi bilan duch kelishi mumkin. Sizlardan iltimosim, bu videoni oilangizdagi pensionerlarga, ota-onangizga, qo'shnilaringizga yuboring. Kommentariyada yozing. Sizda pensiya kartaga tushadimi yoki pochta orqali olasizmi? Oxirgi paytda to'lov kechikishi yoki hujjat so'ralishi bo'ldimi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqing. Chunki pensiya, nafaqa, bank va ijtimoiy yordam bo'yicha muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman.